Konkurensiyani yorug'roq ortida video qo'yuvdim. Ko'pchilik shubha bildirmadi. Endi men bunga nima deysizlar? Dipal S09. Moshinani qarang. Diskani qarang, okani. Voy dod devorgan joyi. Tak, ko'rinish jihatidan Li 9 bilan bir xil. Zo'ri. Bagaji xuddi Lisanga o'xshagan bo'ladi. Buni eng qiziq joyi saloni bo'ladi. Hozir saloniga kiramiz buni. Videoni ko'rishda davom etinglar. Hop, oldin obzori ahamiyat berib qo'yasizlar. Dipal S07 da chiroyli mashina qatidir yemagan edi-da. Mana salonni qaranglar. Go'zallikmi? Xitoy har doim salonga kreativ o'ylayapti dedim. Mana qaranglar. Bu oq emas-da, bu холодный oqda bu. Shunaqa kayfiyat ko'taradi. Endi men bunga nima deysizlar? Summasiga juda ham komforti zo'r. Mana qaranglar. Knopkalarni. Oka, minbar uzr endi shildim buni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Oka, nech pulga oldik? 49 mingga mana shunaqa komfort. Nima deyapti? Panorama tom. Televizorlari bor buni ham. Mana Xitoy mashinani yomon deysizlar, elektr gibridlarni yomon deysizlar. Mana mashina 49 mingga yuruvdi-da, biz ham Malibu olib. Mashinaning turishini qaranglar. Bizlarni kuzatishda davom etsinlar, bundan ham chiroyli kontentlar hali oldinda.